Samarqand qadimdan Ipak yo'lining eng muhim shahri sifatida dunyo sivilizatsiyasining markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan. Ko'hnakent ayni kunlarda yana bir nufuzli anjuman Ipak yo'li universitetlari tarmog'ining 10-umumiy assambleyasiga mezbonlik qilmoqda. Ushbu anjuman butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan universitetlar hamjamiyatini birlashtirib, o'tgan 10 yillikdagi hamkorlik natijalari, ilm-fan va madaniyatdagi yutuqlarni muhokama qilish va istiqboldagi vazifalarni belgilab olishga bag'ishlangan. Ushbu nufuzli anjumanda 20 dan ortiq mamlakatlardan kelgan xalqaro olimlar, universitet rahbarlari va xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etishmoqda. Konferensiya sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va kiber xavfsizlik asrida Ipak yo'li bo'ylab turizmni rivojlantirishda texnologiyalarning roli mavzusiga bag'ishlangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan barqaror rivojlanish tamoyillariga uyg'un tarzda o'tkazilayotgan tadbirning tantanali ochilishida dastlab universitetlar bayrog'i paradi, talabalarning madaniy chiqishlari hamda xalqaro mehmonlarning tabrik so'zlari tinglandi hamda tashkilotning o'tgan 10 yillik faoliyatiga bag'ishlangan hisobotlari eshitildi. Tadbir davomida ilmiy-innovatsion hamkorlikni kengaytirish, qo'shma dasturlar va memorandumlar imzolash, shuningdek, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va turizmda xavfsizlik masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Aytish joizki, Ipak yo'li universitetlari tarmog'ining 10-yubiley anjumani nafaqat xalqaro miqyosdagi ilmiy muloqot maydoni, balki ta'lim, madaniyat va tinchlik sari birlashgan universitetlar birdamligining yangi bosqichi sifatida namoyon bo'lmoqda. Forumning asosiy maqsadi hozirgi paytdagi Buyuk Ipak yo'lidagi universitetlarni birlashtirish, ular o'rtasida xalqaro aloqalar, o'qituvchilar, talabalar almashinuvi va juda ko'plab ilmiy almashuvlarga sabab bo'ladi. Albatta bugungi o'tilayotgan forumga Samarqand shahridagi 3 ta oliy o'quv yurti, shu jumladan Samarqand xalqaro texnologiya universiteti ham mezbonlik qilmoqda. Bugungi ochilish marosimi asosan bizning universitetimiz tashabbusi bilan tashkillashtirildi. Umid qilamanki, bundan keyingi sessiyalarda muhokama qilinadigan mavzularda dolzarb bo'lib, albatta o'z natijasini beradi deb umid qilaman. Ipak yo'li ruhi orqali dunyoga xizmat qilish g'oyasi asosida tashkil etilgan san tarmog'i qadimgi Ipak yo'lining boy merosini qayta tiklash va zamonaviy talqinda davom ettirishga intiladi. Tashkilot ilmiy almashinuv, madaniy hamkorlik va yetakchilik dasturlari orqali talaba va o'qituvchilarni millat, din va madaniyat chegaralaridan yuksalishga chorlaydi. Tinchlik, barqarorlik va o'zaro tushunishni qadrlaydigan yangi avlod yetakchilarini tarbiyalaydi. Biz Ipak yo'li universitetlari tarmog'i 10-assambleyasida ishtirok etyapmiz. Bu tashkilot 2015-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning maqsadlari Ipak yo'li bo'ylab joylashgan universitetlarni birlashtirish, Ipak yo'lini tinchlik va farovonlik yo'liga aylantirish. 10 yillik yubileyimizga 20 ta davlatning 30 ta universitetdan 100 dan ortiq kishilar yig'ilgan. Ular bu yerda sun'iy intellekt, muhim ma'lumotlar va kiber xavfsizlik ta'minlashda universitetlarning roli, turizmni barqaror, xavfsiz va samarali qilish shiori ostida yig'ilishgan. Uchrashuvda a'zo universitetlarning prezidentlari, rektorlari, direktorlari, professorlari va talabalar Ipak yo'li bo'ylab joylashgan zamonaviy intellektual bilim va texnologiyalarning bugungi kundagi ahamiyatini yoritmoqdalar. Ipak yo'li universitetlari tarmog'ining Samarqanddagi 10-assembleyasi nafaqat yirik yubiley tadbiri, balki ta'lim, madaniyat va tinchlik yo'lida birlashgan universitetlar hamjamiyati hamkorligining yangi bosqichidir.